Nega Qur'on mo'jiza? Islom ko'r-ko'rona e'tiqod emas, u ilm va oqillikka asoslangan. Musulmonlardan nega islomni haq deb bilishlarini so'rashsa, ular bunga Qur'on dalil ekanini aytib javob berishadi. Ammo ulardan qanday qilib deb so'rashsa, qoniqarli javob berishga qiynaladilar. Chunki bu borada aytish mumkin bo'lgan narsalar juda ko'p. Shunday qilib Qur'on qanaqasiga mo'jiza bo'lishi mumkin? Alloh 1400 yil avval Qur'onda uni o'zgarishlardan saqlashini tasdiqlab, oyat nozil qilgan. Agar bu haqida fikr yuritadigan bo'lsangiz, bu juda katta da'vo. Shunday bo'lsa-da biz shuncha yillardan beri Qur'onni butkul o'zgarmagan holda qolganini ko'rishimiz mumkin. Dunyoning qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar Qur'on yagona. Bu borada musulmonlar orasida ziddiyat yo'q. Boshqa bir oyatda Alloh Qur'onni yod olishga oson qilib qo'yganini aytadi va yod oluvchi bormi deb so'raydi. Qur'on nozil bo'lganidan beri har bir avlodda uni yod olganlar bo'lgan. Shu bilan Qur'on inson xotirasida saqlangan yagona kitobga aylandi. Ko'plab musulmonlar arab tilini tushunmagan hollarda Qur'onni naqadar tez yod olishlari aql bovar qilmaydi. Tasavvur hosil bo'lishi uchun bir bet Xitoy tilidagi matnni yarim soatda yodlashni xayolingizga keltirib ko'ring. Bugungi kunda Qur'onning hammasini, ya'ni 600 sahifadan ortiq oyatlarni so'zma-so'z, harfma-harf yod olgan 100 milliondan ortiq inson bor. Sizda aksar musulmonlar arab emas, nima uchun Qur'on arab tilida degan savol paydo bo'lishi mumkin. Alloh bizga buning sababini ko'plab oyatlarda bildirgan. Bir oyatda u zot egrilik yoki chalkashlikni bartaraf etish uchun shunday qilganini aytsa, boshqa oyatda mutlaqo tushunarli bo'lishi uchun Qur'on arab tilida ekanini aytadi. Biz arab tili oz miqdordagi so'zlar bilan aqlga sig'maydigan teranlik va aniqlikni yetkazib bera oladigan eng fasohatli tillardan biri ekanini bilamiz. Arab tilida birgina so'zni to'liq tavsiflovchi gap qilib tarjima qilish mumkin. Agar Qur'on ingliz tilida bo'lganida, ma'nolarni chiqarib berish uchun kamida 1000 betga qalinroq bo'lgan bo'lardi. Qur'onning tilovatini eshitgan odamlarga ta'siri qanday bo'lishini YouTube'dagi minglab reaksiya videolaridan ko'rishingiz mumkin. Uning tilovati ma'nosini tushunmasalar-da, Qur'on odamlarni ko'z yosh to'kishlarigacha olib keladi. Bilasizmi nima? Alloh odamlar tilovatni tinglaganlarida o'zlarini shunday tutishlarini 1400 yil avval aniq qilib aytgan. Rasulga nozil qilingan narsani tinglaganlarida haqni bilganlaridan ko'zlari to'lib yosh to'kayotganini ko'rasan. Niso surasida Alloh ochiq chorlov taqdim qiladi. U zot Qur'onni tadabbur etib ko'rmaydilarmi? Agar u Allohdan boshqaning huzuridan bo'lganda, undan ko'plab ixtiloflar topar edilar deydi. 14 asr davomida qanchadan qancha tanqidchilar olamdan o'tishdi, lekin birorta xato yoki ixtilof topilgani yo'q. Aksincha Qur'on ilm-fanda taraqqiyot manbaidir. Alloh biz fikr yuritishimiz uchun Qur'onda ko'plab nozik ilmlarni joylashtirgan. Misol uchun koinotning bir nuqtadan boshlab yaralganini ta'riflovchi katta portlash haqida yoki so'nggi 50 yil davomida kashf qilingan koinotning kengayishi haqida. Bu kashfiyot qanchalar katta yutuq bo'lganini tasavvur qilishingiz uchun Stephen Hawkingning bu 20-asrdagi eng katta aqliy inqiloblardan biri degan. Bu Qur'onda 14 asr avval ochiq oydin zikr qilingan. Har bir tirik jonzotning suvdan yaratilgani ham yana bir oyat belgi. Tog'larning qoziq sifatida mahkam turishlari va yerni silkinmasligi uchun barqaror qilib turishlari ham bir oyat belgi. Ajablanarli tarzda Alloh bir-biri bilan to'qnashadigan, lekin aralashib ketmaydigan ikki dengizni zikr qiladi. Ularning biri chuchuk, shirin, unisi sho'r, achchiq, oralarida to'siq bor. Buning hammasini ilm-fan tasdiqlagan. Ammo shu bilan birga Qur'on ilm-fanning tasdig'iga muhtoj emasligini alohida ta'kidlash lozim. Sababi ilm-fan o'zgaruvchan, u doim progressiv tarzda rivojlanib boradi. Ertaga ilm-fan boshqa nazariyalarni ilgari suradigan bo'lsa ham, bu Qur'onning haybatiga ta'sir etmaydi. Qur'on esa mutlaq haqiqat. Uning aniq ma'nosini Alloh subhanahu va taoloning o'zigina biladi. Bu shunchaki oyatlarning u yoki bu ilmga to'g'ri kelishini bugungi kundagi tasdig'idir. Bundan tashqari yana alohida eslatib o'tish lozimki, Qur'on ilm-fan kitobi ham emas. U Alloh subhanahu va taoloning insonlarga taqdim etgan hidoyat manbasidir. Birinchi navbatda Qur'ondan hidoyat sifatida foydalaniladi. Bundan tashqari Alloh insonning rivojlanish bosqichini to'g'ri xronologik ketma-ketlikda zikr qilganini ko'rishimiz mumkin.
Xususan Alloh embrionni hayratda qoldiradigan darajada aniq tafsilotlar bilan tasvirlaydi. Mashhur professor Keyt Mur bu ma'lumot 1400 yil avval insoniyatga ma'lum bo'lgan bo'lishi mumkin emasligini tasdiqlagan. Qur'ondagi tarixiy mo'jizalardan biri Misr fir'avni badanining saqlanib qolishidir. Bibliya ham, Qur'on ham Fir'avn Muso alayhissalom dengizni ikkiga bo'lganlaridan keyin g'arq bo'lganini zikr qiladi. Ammo Qur'on Bibliyada topilmaydigan noyob narsa haqida gapiradi. Alloh uning tanasini keyingi avlodlarga belgi va ibrat bo'lishi uchun saqlab qolishini aytadi. Qur'on forsliklar rumliklarni mag'lub etgan joyni eng quyi yer deb ta'riflaydi. Tarixchilar bu jang O'lik dengiziga yaqin joyda bo'lib o'tganini aniqlashgan. Olimlar bu joy haqiqatan ham dengiz sathidan 417 metr chuqurlikda bo'lgan yerning eng quyi nuqtasi ekanini tasdiqladilar. Qur'on o'tgan payg'ambarlarning qissalariga lim-molim. Ko'p odamlar Muso alayhissalomning ismlari Qur'onda eng ko'p zikr qilinganini bilmaydilar. Bundan tashqari Qur'on Iso Masih alayhissalom haqlarida ham ko'plab qissalarni hikoya qiladi. Isoning onalari Maryam yer yuzida yurgan eng taqvodor ayollardan biri hisoblanadilar va u zotning ismlari sharafiga butun boshli sura mavjud. Bu qissalar nega mo'jiza? Chunki ular boshqa kitobdan ko'chirilgan bo'lishi mumkin emas. O'sha vaqtlarda birorta kutubxona yoki Bibliyaning tarjimasi mavjud emas edi. Yana Qur'onda ko'plab tilshunoslikka oid mo'jizalar ham bor. Zamonaviy tadqiqotlar Qur'onni aylana tuzilmasi deb ataladigan ajoyib tuzilmaga amal qilishini ko'rsatadi. Qur'onning Baqara surasini misol qilib olaylik. Bu surani mavzulariga qarab 9 ta guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh oxirgi guruhni aks ettiradi. Ikkinchi guruh oxirgidan ikkinchi guruhni aks ettiradi va hokazo. Bundan tashqari har bir guruhda yana ichki aylanalar bor. Boshqacha qilib aytganda, aylana ichida aylana. Agar 8-guruhga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu aylana ichida boshqa bir aylana bor ekanini ko'rishimiz mumkin. Qur'onda yana boshqa son-sanoqsiz mo'jizalar bor. Misol uchun birlik shaklidagi yawm, ya'ni kun so'zi 165 marta va shahr, ya'ni oy so'zi 12 marta zikr qilingan. Farishtalar so'zi shaytonlar so'zi bilan bir miqdorda 88 martadan zikr qilingan. Bular bor yo'g'i bir nechta misollar xolos. Yana Qur'on o'lim, qiyomat kuni, jannat va do'zaxni yorqin batafsillik bilan ta'riflaydi. Qur'onda qiyomat kuni zikr qilinmagan bitni topish qiyin. Bularning hammasi esa bizga mukammal hayot yo'lini taqdim qilib turibdi. Islom zarar keltiradigan har qanday narsaga ruxsat bermaydi. Foydali va yaxshi bo'lgan ishlarni esa qilishga undaydi. Ular nega zarar keltiradi? Chunki hayot sinovdir. Alloh Qur'onda o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratgandir deydi. Islom sizning xulqingizni tarbiyalaydi, o'zingizni qanday tutishni va nazorat ostida ushlashni o'rgatadi. Islom ayollarni himoya qiladi va haq huquqlarini ta'minlaydi. Irqchilik, terrorizm va har qanday zulmni yo'q qiladi. Yaxshi musulmon, uning atrofidagi kishilar, uning harakatlari va so'zlaridan o'zlarini bexavotir his qiladigan insondir. Odamlar mu'minga ishonadilar va uni hurmat qilishadi. Qur'on nega mo'jiza ekanini tushunishning asosiy qismi uning qanday nozil bo'lganini tushunishdadir. Qur'on 23 yil davomida og'zaki shaklda nozil bo'lgan va yozilgan holatda kelmagan. Oyatlar nozil bo'lganida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni tilovat qilib berganlar, sahobalar esa ularni yod olishgan. Boshqa har qanday kitobdan farqli ravishda Qur'on tahrirlash jarayonidan o'tmagan. Oyat nozil bo'lgach, bu uning so'nggi holati bo'lgan. Oyatlar 1-sura, 1-chi, 2-chi, 3-chi oyatlar va hokazo bo'lib ketma-ketlik bo'yicha nozil bo'lmagan. Sura va oyatlar ketma-ket bo'lmagan tarqoq holda nozil bo'lgan. Bundan tashqari oyatlarni oldindan rejalashtirishning iloji yo'q edi. Oyatlar payg'ambar alayhissalomning qo'llarida bo'lmagan hayotiy voqealar asnosida nozil bo'lgan. Masalan, dushmanlar u zotni jangga chorlashlari yoki mu'minlarning u zotdan hayotiy savollar so'rashlari. Xulosa qiladigan bo'lsak, Qur'on 14 asrdan beri mukammal tarzda o'zgarmasdan lingvistik, ilmiy, tarixiy va matematik jihatlardan ustun holda saqlanib kelgan. Uni tinglaganlarga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Uni dunyo bo'ylab 100 millionlab insonlar yod olib tilovat qilishadi. U mukammal hayot yo'lini taqdim qiladi.
va qalbni xotirjamlik va sobit qadamlikka to'ldiradi. Alloh va'da berganidek insoniyat Qur'on chorloviga javob berish kerak. Qaysi burchakdan qarasangiz ham Qur'ondan nuqson topa olmaysiz deb bemalol aytish mumkin. Alloh agar shubhangiz bor bo'lsa, unga o'xshash sura keltiring deydi. Keyin u zot guvohlaringizni chaqiring deydi. Boshqacha qilib aytganda, jamoa bo'lib ishlang, butun insoniyatni yig'ib, qo'lingizdan kelganini qiling. Keyin u zot bu chorlovga muhr bosib, agar unday qila olmasangiz, hech qachon qila olmaysizlar ham deydi. 1400 yil o'tdi. Qur'onning sifati, nutqi, fasohati va mukammalligi bilan raqobat qila oladigan har qanday tildagi birorta kitob, matn yoki nutq yo'q. Ko'plab odamlar islomga amal qilishsa, ba'zi bir rohatlardan mahrum bo'lishlarini o'ylashadi. Aslida haqiqat buning aksi. Alloh agar uning kitobiga muvofiq hayot kechiradigan bo'lsak, og'irliklar ko'tarilishi va hayot yaxshiroq va osonroq bo'lishini aytgan. Hurriyat, sakinat va mamnuniyat haqiqiy musulmonning qalbida bo'ladi va amalda ko'rinmaguncha ta'riflab berib bo'lmaydi. Alloh bizga son sanoqsiz oyat belgilar bergan. Shunda ham orqamizni o'girib ketamizmi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Biz ularga ham ufqlardagi, ham o'z nafslardagi oyat belgilarimizni ko'rsatamiz, toki ularga uning haqligi ravshan bo'lsin.